Assalomu alaykum aziz dehqonlar. Karam bozori barqaror, foydasi yuqori ekinlardan biri. Lekin ko'pchilikda muammo bir xil. Bosh chiqmaydi, karam yoriladi yoki hosil kam bo'ladi. Bugun sizlarga karam yetishtirishning eng muhim sirlarini bosqichma-bosqich tushuntirib beraman. Karam qanday sharoitni yoqtiradi? Karam salqin iqlimni yaxshi ko'radi. Eng yaxshi sharoitlar quyidagicha. Had 15-22 gradus Selsiy juda ham optimal. Tuproq holati unumdor, namni ushlab turadigan bo'lsa, karamga juda qulay sharoit bo'ladi. Tuproq pH balansi 6-6.8 orasida bo'lsa, quyosh nurini juda yaxshi ko'radi. Juda issiq va qurg'oqchilik karam bosh chiqishiga salbiy ta'sir qiladi. Karam ko'chatini tayyorlash siri. Sifatli ko'chat hosilning yarmidir. Yaxshi ko'chatni qanday aniqlash mumkin? Qisqacha aytib o'tamiz. 4-6 ta haqiqiy barg mavjud bo'ladi. Ildizi kuchli, yaqqol sezishingiz mumkin. Cho'zilib ketmagan. Ko'chat tayyorlayotganingizda diqqatli bo'ling. Ekishdan oldin zarurat bo'lsa, biostimulyator bilan ishlov bering. Ekish masofasi eng muhim omildir. Karam bosh chiqarmasligining asosiy sababi noto'g'ri masofa yoki zich ekishdir. Qator oralig'i 60-70 cm tavsiya etiladi. O'simlik oralig'i 40-50 cm bo'lsin. Juda zich ekish karamni mayda bo'lib qolishiga olib keladi. O'g'itlash strategiyasi. Karam o'g'itni juda yaxshi ko'radi. Bosqichma-bosqich oziqlantirish. Birinchi, ekishdan keyin azot bering, bu o'sishni tezlashtiradi. Ikkinchi, barg ko'payishda. NPK o'g'itlari eng maqbuli, muvozanatli ozuqa moddalarini ta'minlab beradi. Uchinchi, bosh chiqishda. Kaliy bilan bor bersangiz, bosh olishda juda katta yordam beradi va hosilni juda chiroyli bo'lishiga yordam beradi. Bor yetishmasa, karam boshi bo'sh bo'ladi, ya'ni yengil. Ortiqcha azot bermang, bargini ko'paytirib yuboradi. Karam boshi esa kichik yoki sifatsiz bo'lib qoladi. Sug'orish siri. Karam namsevar ekin. Tuproq doim nam bo'lsin. Bosh chiqish davrida suvni normada bering. Ko'p ham emas, kam ham emas. Keskin quritib, keyin ko'p suv bermang. Notekis sug'orilganda karam yoriladi. Kasallik va zararkunandalar. Eng ko'p uchraydigan zararkunanda. Karam kapalagi, trips, shira, qurt. Kimyoviy kurashni tavsiya qilaman. Aks holda karamni zararkunandalar juda tez zararlaydi. Kasalliklardan esa zamburug' kasalliklari juda ko'p uchraydi. Oldini olish, almashlab ekish tavsiya etiladi. Toza ko'chat eking, o'z vaqtida himoya qiling va doimo dalani aylanib kuzatib yuring. Eng ko'p qilinadigan xatolar: zich ekish, bor bermaslik, sug'orishda keskinlik, faqat azotga tayanish. Bu xatolar hosilni 30-40% kamaytiradi. Yig'ib olish va saqlash. Karam bosh to'liq qotganda yig'ib olinadi. Ertalab yoki kechqurun. Mexanik shikast yetkazmang. Salqin joyda saqlang. Xulosa qilib aytganda, karamdan yuqori hosil olish uchun to'g'ri ko'chat, to'g'ri masofada ekish, muvozanatli o'g'itlash, barqaror sug'orish zarur. Bu Agromaslahat Global. Obuna bo'ling va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring.